Assalamu alaykum hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Hindu Times to'rining 20 fevraldagi xabariga ko'ra, Turkiston Islom partiyasi Sharq Turkiston masalasida Xitoyga qarshi turishda Hindistondan yordam so'ragan va Modi hukumatini Uyg'urlarga panohlik berishga chaqirgan. Turkiston Islom partiyasining muavin rahbari Abdusalom Turkistoni Angliyadagi ATCT aqlli amirining ziyoratini qabul qilganda mundoq degan. Biz Hindiston hukumatini Xitoyning o'rinsiz talablarini boturlik bilan rad qilishga undaymiz va shunda qilishni talab qilamiz. Chunki biz, ya'ni Sharq Turkiston bilan Hindiston o'rtaq tarixiy qo'shnilarmiz va biz Hindiston bilan yaxshi munosabatni saqlashni xohlaymiz. Buningdan sirt Hindistonga tava Galvan vodisini va Arunachal Pradeshni ilham Xitoy kontrol qilib turmoqda. Agar Hindiston hukumati diqqat qilmasa, Xitoy yana fursatparastlik qilib, Xitoy Hindiston chegarasiga ta'sir ko'rsatadi. Hatto Xitoy bu rayonlarda Hindiston zaminining bir qismini egilib olishi mumkin. Bence Hindiston hukumati o'zining bu tajovuzchini qo'g'lib yetishiga yordam qiladigan va o'zi bilan yaxshi o'tadigan bir qo'shni davlatni ko'rishni orzulashi mumkin. Men Hindiston hukumatining Tibetlik panoh tilguvchilarning holidan xabar olgandek, bizning yaxshi qo'shnidorchilik va do'stligimizni o'ylashgan asosda Sharq Turkiston xalqiga g'amxo'rlik qilishini va yordam berishini, shundaqla vatanidan majburiy va nohaq qo'g'langan Uyg'urlarga panohlik berishini umid qilaman. Reuters agentlik to'rining 20 fevraldagi xabariga ko'ra, Angliya diplomatiya ministri James shu kuni o'zining Xitoy mansabdoshi Chingang bilan so'zlashganligini va Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsilotchiligi masalasini hamda Tayvan bo'g'izida tinchlikni saqlashning zarurligini o'ttirib qo'yganligini bildirgan. Ammo u yana biz kelimat va savdo masalalarida hamkorlashish xususida o'rtaq fikr hosil qildik degan. Xinhua agentligining xabarida ko'rsatilishicha, bultur 12 oyda diplomatiya ministri qilib tayinlangan Chingang Jamesga Xitoyning Angliyaga hech qanday xiris va tahdid etmaydiganligini, Angliya va Xitoy orasidagi sog'lom munosabatning bu ikki davlatga foyda yetkazib qolmasdan, balki butkul dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga his qo'shadiganligi haqida va'z etgan. Yuqorqi so'zlar Angliya bosh ministri Rishi Sunak o'z partiyasidagi bir qism kishilarning besimiga duch kelgan paytda o'tirg'i chiqqan bo'lib, ular uningdan hukumatning mudofaa va tashqi siyosat strategiyasini yangilaganda Xitoyni sistemalik raqobatchi emas, balki tahdid qatoriga kirgizishni talab qilgan. BBC to'rining 21 fevraldagi xabariga ko'ra, 49 yoshli Uyg'ur panohlik tilguvchi Abdulaziz Abdullohning Tailanddagi ko'chmanlarni tutib turish markazida vafot bo'lganligi sababli kishilik huquq tashkilotlari 9 yildan buyon Tailandga qamalib turayotgan 50 tek Uyg'ur erning qiyinchiligini insoniy ravishda hal qilish chorasini tepishga chaqiriq qilgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotidagi Phil Robertson bu haqda mundoq degan. Bu o'lim Tailandning bu Uyg'urlarni so'lab qo'yib o'z holiga tashib etish siyosatining tamoman oldin mo'ljalligil bo'lgan natijasi. Aniqki davolash va oziqlik yetarsiz bo'lgan tor va maynat ko'chmanlar kamerlarda muddatsiz tutib turilishining salomatligi bo'lgan ta'siri nazarga olinmagan. Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesi özlerinin bu Uyghur tutqunlar bilan uchrashishiga yo'l qo'yilmaganligini bildirdi. Tailand Davlatli Kishilik huquq komiteti bir necha oydan buyon ko'chmanlarni tutib turish markazidagi Uyg'urlar bilan aloqa qilishga urinayotgan bo'lsa-mu, mush haftaning oxirida ko'rishishiga aran ruxsat qilinganligini bildirdi. Gerçi faoliyatchilarning qarashicha Tailand hukumati bu Uyg'urlarni qo'yib berishga ma'qul bo'lgan hamon ularni qabul qiladigan 3-chi davlat chiqish ehtimolligi nihoyat yuqori bo'lsa-mu, lekin Tailand hukumatidagi yuqori darajalik uchur manbasining bildirishicha, Tailand hukumati bu Uyg'urlarni qo'yib berish sababli Xitoy hukumatining tishiga tegib qo'yishdan qattiq ansiraydi ekan. Tahlilchilar bu xil vaziyatda bu Uyg'urlarni qutqizish faoliyatlarining salmoqini zo'r darajada kuchaytirib, sijil tashviqot va salochilik orqali kuchli jamoat fikri shakllantirish va shu orqali Tailand hukumatiga qattiq besim paydo qilishning navbatdagi eng ta'xirsiz ishlardan biri ekanligini ta'kidlashmoqda. Post to'rining 24 fevraldagi xabariga ko'ra, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI aloqador yepishlarga asosan Nyu-Yorkdagi Xitoy shahrisidagi kishining diqqatini tortmaydigan bir binoga besib kirib, 3-qavatdagi atalmish mahalla uyushmasiga Xitoy kompartiyasi bilan munosabati bor ruxsatsiz soqchi mulozimat punkti uyushtirilganligini bayqagan. Eginlikcha Xitoyning bu soqchi mulozimat punkti Tulki ulash harakati nomidagi atalmish chiriklikka qarshi turish harakatiga aloqador deb qaralgan. Halbuki keyincha bu harakat Xitoy kompartiyasiga qarshi maydonni bildirgan Amerikalik Uyg'ur va Xitoy faoliyatchilarini qo'rqitish, ularga parakanchilik silish va ba'zida majburiy qaytarib ketish qatorli qilmishlarni o'z ishiga olishga boshlagan. Bosh shtabi Ispaniyaga joylashgan qo'g'dag'uvchilarni qo'g'dash degan kishilik huquq tashkiloti Amerikadan boshqa Angliya, Fransiya, Ispaniya
Germaniya va Yaponiyadami Xitoyning mush xil maxfiy saqchi punktlari borligini aniqlab chiqqan. Mazkur saqchi punkti Xitoyning chegara halqagan bostirish qilmishlarining bir tarafi bo'lib, FBI'ning boshlig'i Rining guvohlik berishicha, FBI'ning Xitoy kompartiyasiga aloqador davomlashayotgan deylovlari 2000 dan oshdi ekan. Hatto 2 yil ilgirki vaqtga qadar FBI har 10 soatda Xitoyga aloqador bir yangi tekshirishni boshlagan ekan. Tədqiqatçı Jeremy 24 fevral Zehil Tor'da Xitoyning 21 asrdagi mustamlikachilikka ko'z yumsaq bo'lmaydi mavzuliq maqola e'lon qilgan bo'lib, mazkur maqolaga ko'ra 1990-yillarda Amerikada naqshchilar, artistlar va siyosatchilar Tibet mustaqilligini qo'llab bas-basda harakatga o'tgan. Va bu vaqtdagi qizg'inlik bir mahal davomlashgan bo'lsa-mu, oxirida yana Xitoy bozoridan iborat bu tilla sanqaydigan eshakning jozibasi oldida bu qizg'inlik bargan sir suslab, oxirida Tibet masalasi bugünkidek Amerika-Xitoy munosabatidagi ahamiyatsiz ikkilamchi kun tartibga aylanib qolgan. Uyg'ur masalasida 11-sentabr voqeasidan keyin atalmish terrorlik qarshi yer shariga urush qo'zg'agan Amerika Xitoy bilan yangichida kelishib, Amerika Xitoyning kishilik huquq dafsanchiliklariga ko'z yumadigan va buning badaliga Xitoy Amerikaning atalmish islomiy terrorlik qarshi turishiga yordamlashadigan bo'lgan. Natijada Uyg'urlar bu yushirin kelishimning qurboni sifatida Xitoy tarafidan yo'lliq ravishda bostirilgan va eng oxirida bugungi irqiy qirg'inchilik vaziyati borliq kelgan. Mazkur maqolda yana butkul dunyo Xitoyning turli jinoyatlarga e'tiroz bildirganda qismi, ammo haqiqiy ravishda qarshilikni bildirib boqmaganligi. Natijada Xitoyning Tibet masalasini ikkilamchilashtirish, Uyg'urlarni qirg'in qilish, Hong Kongda bir davlatda ikki xil tuzumdan tamoman voz kechib, uni Xitoy cho'nqurliqdan farqsiz holga ekilish qatorliq bir talay jinoyatlarni sodir qilishiga ko'z yumganligi tanqidlangan. Va bu xatolikning davomlashmasligi kerakligi, Xitoyning jinoyatlarga amaliy taqobil turishining intayin zarurligi ta'kidlangan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.